markazi ish boshqaruvchisi hamda katta o'qituvchisi Zoyijon Haqyor. Kuniga 20 varoq kitob o'qish challenjida qatnashib bormoqdaman. Sizlarni ham ushbu challenjga chorlab qolaman. Men Shakira Ilyosbek, hozirda 11 yoshdaman. Men har kuni 20 varaq kitob o'qish challenjida qatnashyapman. Kutubxonaga kelib, har kuni 20 varaqdan o'qib ketaman. Men Murodov Muhammadali, hozirda 20 varaqdan kitob o'qish challenjida qatnashyapman va Xudoybek To'xtaboyevning asarlarini o'qiyapman. Siz? Men hozirda yosh onaman va uy bekasiman. Farzandlarimning kelajakda ilm ma'rifatli, aqlli, bilimdon bo'lishi uchun har kuni 20 varoq kitob o'qish challenjida qatnashmoqchiman. Farzandlarim kelajakda ilm ma'rifatli va yaxshi kasb egasi bo'lish uchun mana shu markaziy kutubxonaga har kuni kelishga va kitob mutolaa qilishga harakat qilamiz. Men Nosirov Hasanjonman, hozirda 11 yoshdaman. Kitob o'qish challenjida qatnashyapman. Kuniga 20 varaq o'qiyapman. Siz-chi? Men yosh talaba va yosh ona bo'lishimga qaramay, farzandim kelajakda o'qimishli inson bo'lishi uchun unga namuna bo'lish sifatida ko'proq kitob o'qib bormoqdaman va har kuni 20 varoq kitob o'qish challenjida ishtirok etmoqchiman. Siz-chi? Men abituriyent, hozirda davlat imtihonlariga tayyorlanmoqdaman. Kutubxonada kuniga 20 varoq kitob o'qish challenjida qatnashyapman.